Sulku bo'lachilar bilan buzun bo'lachilar bilan ikkita meni obrachimga qarshi birga bir o'ynaymiz bolalar. 2-1 ya'ni 2-1 hozir jang ketyapti bolalar. Bitta bolalar. Bari hozir bittasini yo'q qildim, ikkinchisi yerda. Hozir gravashkani o'qib olyapman bolalar. Bu qaqqa qoldi, uni izlaymiz. Bolalar aytayotgan xat lekin azallar aytgan edi. Va endi mana ikkinchisini yopib oldim bolalar, shunaqasiga bittasini ham yopdim. Hozircha bolalar men 1-0 hisobda yetyapman bolalar. Sizlarga shunaqa 2-1 o'ynash kerak bo'lsa o'ynayman. Aydilarni yozib ketsangiz bo'ldi. Faqat men odamlarni saralab olaman. Mana har bir videomda aydilarni o'zimga yoqqanini tanlab olaman. O'sha o'zimga yoqqanidan keyin yaptı bolalar. Va menda shot 2-0. Bolalar shu darsni kechirdim. Nimaga ular o'ynayotganini bilmadim, lekin bittasi 0, bittasi 85 jon chiqdi. Hozir shunaqasiga mana yutib olaman bolalar. Uyuyor bitti. Zaferbek birinchi shotda oldi. Hozir shot 2-1 va biri dinimda yo'q qilibdi. Endi qolgan shotlarni olishga harakat qilaman. Hozir men unaqa qilib qo'ymayman. Va bola keyin shotda ham oldim. Shot 3-1 bo'ldi. Bular kunduzinglar bolalar, bular mening obunachilarim ekan. Hozir bular mening obunachilarim ekan va men shularni endi bitti bolalar. Oy Zaferbekdan 2-chi shot olindi. Juda Zaferbek ikkita kilni hujum qildi. Shu talaga yaxshi o'ynayapti. Zaferbek ketdi va ikkinchisi ham ketdi bolalar.
Shot 4-2 bo'ldi. Va bir amallar qolgan shotlarni ham olaman. Men bu tomonga ketishga qaror qildim. Va bolalar shot 5-2 bo'ldi. Menga shu videoning tanlab olaman va 2 ga 1 yoki 1 ga 1 o'ynash bo'lsa o'ynayman bolalar. Hammaga xayr, rahmat.